Ketdi, qara. Dalgo, ketdi. Dalgo qilaylik. Orqangda bor, qara. Sen qara, ko'zing qo't, qara senchi. Men nima bo'ldi? Qara, meni so'yapti-yu. So'yib ketdi. O'ynashni bilasanmi o'zi? Bor-ya o'ynamayman. Bugun sizlar bilan akalarning orasida o'sgan qizlar to'g'risida gaplashamiz. O'rta, sekinroq o'ynasan. Sekinroq o'ynayman. Oramizda qiz bola bor-ku. Kim qiz bola? Voy. Sen kimsan? Ashole. Okalar bilan o'sgan qizlar sizlarga podarka joylarga borishmaydi. Kompyuterxonani jinnisini o'zim sizlarga obzor qilib beraman. Naq 4 ta kompyuterning VIP zona, bitta super zona, hali bunaqasi bo'lmagan. PlayStation uchun 3 ta обычный xona, bitta VIP zal, 10 ta 15 ta kishini bemalol yedeklab olib kelaverasiz. Xohlasangiz korporativ o'tkazib yuborsangiz ham bo'ladi. Joy yangi, texnikalari ham podarka emas. Hozirgi vaqtda eng zo'ri shotda bo'ladi. Menyulari ham bor. Xohlagan narsani tanlab, biqinni ham qilib ketsangiz bo'ladi. Mazza qilib, ulfatli yig'ilib, gaplashib o'tirsanglar ham bo'ladi. Katta bolalar uchun lokatsiyani yaxshilab tushuntiraman. Yunusobod 18 Web Plaza zdaniyasida joylashgan. Kontur o'ynashni biladigan любой mujikka vizov tashiyman. Birga bir hammalarni shu lokatsiyada kutaman.